mehribonrog'idir. Mana birodarlar, hammamiz ham bola deb chaqa qidirib yuribmiz. Bolalarim deb chaqa qidirib yuribmiz. Tirikchilik deb yuribmiz. Bizni farzandlarimizga qilayotgan haymanamiz bu. Ular haqida qayg'urayotganligimiz, ular haqida g'amxo'rlik qilayotganligimizdan-da bu. Asarlarda keltiriladi, qiyomat kunida Alloh taolo bir bandaga aytadi: "Ey bandam, men senga keng moli dunyo berganman, boy qilib qo'ygan. Nima ish qilding shu boyliging ustida?" U banda aytadi: "Parvardigor, mendan keyin bola chaqalarim kambag'al bo'lib qiylanib qolishmasin deb u puldan infoq qilmadim." Alloh taolo aytadi: "Axir meni quvvat egasi ekanligimni, meni Razzoq ekanimni bilmaganmiding?